Jahlim chiqib turibdi, qo'lim ham mamnaqa turibdi-da. 9 yashar o'g'lim olmani 2 ga bo'lib berganim uchun, balanni to'g'rab tarelkaga solib berganim uchun baqirib yig'lab 1 soatdan beri men bilan gaplashmayapti. Nima emish? Mevani butun tishlab yeyish kerak emish. Onalarimiz bizga to'g'ri tarbiya bergan kaltak bilan, bilasizlarmi? Endi ko'rmayman. Detskiy psixologlarni bolani urmaslik kerak, bolani ongini buzasizlar, tarbiyalashda to'g'ri yo'l tutish kerak degan vashshi YouTubedan ham, internetdan ham bunaqa ma'ruzalarni eshitmayman. Onalarimiz bizga to'g'ri tarbiya bergan, bilasizlarmi? Oyimma qarashlari bo'lardi bir joyga borganimizda ham naq qilib. O'sha qarashlardan tushunardik, oyim nima demoqchi bo'lganlarini, qaltirab qolardik turgan joyimizda. Burama kampit degan narsa bo'lardi. O'tirganinglarda shuni soninglardan bitta bo'lardilar. Bir kun o'zingizga kelmasdan tarbiyali bola bo'lib yurardinglar. Eslaysizlarmi? Turmushga chiqqan, oilali farzandlari bor ayol sifatida odamlarda yoqtirmaydigan xislat deysiz. Bor shunaqasi. Yerim bilan urushib qolaman-ku. Keyin borib oyimgami, sinimgami, qaynsinimgami, o'rtog'imgami kimga bo'lsa ham yomonlayman-ku. Erim mannaqa desam, "Ha, o'zi seni yering bunaqa" deb qo'shilib yomonlaydi-ku. Ana o'sha odamni yomon ko'raman men. Men yerimni yomonlashga hech kim haqqi yo'q. Urushib qolgan bo'lsam ham, kaltak yegan bo'lsam ham, boshqa bo'lsa ham. Men faqat o'zim yomonlashga haqqim bor. Men yomonlayotgan paytimda prosta ha deb indamasdan eshitish kerak. Qo'shilib shu gapning to'g'ri ham deyish kerak emas. Indamasdan eshitish kerak. Agar birontasi ha to'g'ri aytsan deb yomonlab qo'yadi, o'sha odam menga dushmanga aylanadi-da. Keyin urushib ketaman o'sha odam bilan. Nima deyapsan sen deb. Ha o'zing gapiryapsan-ku, seni gapingga qo'shilyapman deydi-yu. Sen qayerdan bilasan meni yerim qanaqaligini deb urushib ketaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'g'lining ismini aytayotgan edi. Bundan ko'rinadiki, inson vafot etgandan keyin birinchi bo'lib tark etadigan narsa bu uning ismi ekan. Hattoki bola chaqalarimiz, boyligu sarvatimiz, hurmat e'tiborimiz, obro'yimiz, mansabimiz ortda qoladi. Xuddi Iskandarning ochiq qo'llari singari. Tushunyapsizmi? Bas shunday ekan, birovga nisbatan g'azab, husumat, yomonlik, dushmanlik, chaqimchilik, g'iybat, tuhmat, bo'xton, ig'vo bu razilliklar qayerdan? Menga ayting-chi. Endi ham yaxshilik qilish vaqti yetib kelmadi. Bilasizlarmi, shu yig'in bo'lsa 2 xil toifada kelin keladi. Birinchi kelin chista xizmat qilgani keladi. Ro'molini mashinada boylab oladi. U yig'inda pasuda mo'yishib qolib kelgan bo'lasalarmi, ofitsiant olib kelib qo'ygan bo'salarmi, qochinglar deydi. Ovqatlarni o'zi suzib tashlaydi. Tavanxonada nonlarni o'sha solib beradigan narsalarni paketlab, idishda o'g'larni yuvib, o'sha kelgan mehmonlarni qo'li ko'ksida hamma bilan ko'rishib, o'sha qolgan jishtovolarni yig'ishtirib tashlab, stollarni artib, o'sha yig'in xuddi uni yig'inidek tinmay xizmat qiladi. Ikkinchi toifa kelin keladi. U kelin chiroyli ko'ynaklarini, keyingi kiyimlarni kiyib kelgan. U yangi kiyimlarni maqtangan. U prosta chiroyli. U o'zini ko'rsatgani kelgan. Assalomu alaykum. Pul baxt olib keladimi? Baxt olib keladimi? Endi ko'pchilik yo'q, pul komfort olib keladi deyshadi-yu. No, siz boraysizmi? Men sizga savol beraman. Raddomga borganingizda va farzandlaringiz kasal bo'lib qolsa doktorga borasiz, qo'lingizga analiz, bir dunyo analiz fizikasini berishadi, dorilarni yozib berishadi, aptekaga kirasiz, ularni sirasiz olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin har yili sentyabrda yangi forma kiyib chiqaman deydi, forma berishingiz kerak bo'ladi. Agar olib bermang, eski formani kiyding, uni ko'zidagi yoshini ko'rasiz, suv, svet, gaz o'chib qoladi, sirasiz yoqishingizga to'g'ri keladi. Shunaqa payt bolalaringizni qorni ochib, sara narsalarni yedirgingiz keladi-da o'zingiz. Bularni hammasini siz pulga sotaverasiz, tekinga sotib olmaysiz. Ularni farzandingizni ko'zidagi quvonch ko'rib baxtdan yayraysiz. Ana endi sizga savol, pul baxt olib kelar ekanmi, yo'qmi? $1,500 psixologga to'lab chiqib, eshitgan narsalarimni sizlarga bepulga bo'lishmoqchiman. Birinchisi, hayotda qancha ekonom qilishingizdan qat'iy nazar, baribir hayotingizni urvini tushiradi va kamroq pul topib turasiz. Ikkinchisi, nima xayol qilsangiz Xudo beradi, qachonki berarmikin degan savol paydo bo'lmasa. Buni Usmon roziyallohu anhu ham tasdiqlaganlar. Alloh xayol qildirmaydigan narsani bermaydi deb aytganlar. Ya'ni nima xayol qilib turib Xudo beradi shu narsani desangiz, o'xshab ketaveradi. Uchinchisi, qancha energiyangiz ko'p bo'lsa, shunga yarashib ko'proq pul topib. Ayol fidoyiligining rahmati bormi? Bo'lganda men eshitardim. Ayol kishi ro'zg'ori yaxshi qilmasa ham, qo'li shirin bo'lmasa ham, o'ziga qarab yurgan noz karashmali juvonlar rahmat eshitar ekan. Qishloqda bir ayol bor edi. Umri mehnatda o'tgan. 4 bolani katta qilgan, agorodda ishlagan, uyi ishini qilgan, eri boy qilgan. Erini shuncha puli bo'la turib, boyaga ayol biron marta kosmetologga bormagan, salonga chiqib qoshini terdirmagan. Erdan eshitadigan har doim haqoratli gap